Bu Lucky Block va mening maqsadim esa mayaqdagi bu yoqdagi portalning oldiga borib va drakonni o'ldirish. Ham mening maqsadim 50 kun yo'q. Ham mening maqsadim o'sha drakonni o'ldirish va berilgan maqsadlarning amalga oshirish. Qani bo'lmasa yo'q, qani bo'lmasa meni teleportatsiya qildi. Qani uy podonimga. Omadim kelyapti do'stlar. Orolni kengaytiramiz. Yo'qol, padar la'nat. Sen ham yo'qol. Hammaydi. Ender portal. Xo'p, menga nima ender portal bo'lsa? Xo'p. Endi hozir men qiladigan ishim. Wow, obsidian ham tushibdi. Nayasa bo'lar ekan. Qaridor bo'lmasa mening hozir qiladigan ishim esa xo'sh. Bundan Davay bo'lmasa endi esa bitta monoblokdan va bu blokdan qo'yaman. Keyin esa nima qilaman? Bilmayman, bo'ldim, mashina tursa dumaloq turibdi. Endi qolganiga versa qilaman. Bo'ldi. Qaranglar bo'lmasa do'stlar. Xo'p, men uchun hozir tayoqcha bo'lsa, nazaret bo'lsa, yo'q, bunday qilardi. Bunday qilsa yo'q. Men hozir nazaret qilishim uchun nima qilish kerak? Xo'p. Kerga yasaymiz, tapor yasaymiz. Bo'lmasa ketdik va sindirishni davom etamiz. Nima tushar ekan do'stlar? Sondiq tusham. 50 litr tushdi do'stlar. Yetadim. O'zimga endi bitta sondiq yasayim. Bunday qilaman. Bunday qilib turib kirilmayapti bu yerdan. Xo'sh. Mashitdan esa kirsa. Xo'p. Menga kerak emas narsa monot tashlaymiz va o'zimizga ikkita sondiq qilamiz. Ikkita sondiqdan nima qilamiz desangiz, kattalashtirishga to'g'ri keladi. Bundan. Va kerak narsalarimizni qo'ramiz. Nima? Shu tarsi o'zi menga tushib qoldi. Bu do'stlar, endi biz drakonni o'ldirgani boramiz. 50 litr bor, yaxshi. Kamon tushdimikin? Yo'q.